Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi, Merkezi Germaniyadagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Germaniyaning Ludwig Maximilian universitetida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va xalqaro axborotning mas'uliyati degan temada leksiya so'zlagan. Mazkur leksiyada Dolqin Aysa apandi Xinjiang soqchi hujjatlari va Qarqash hujjatini asos qilib turib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarta ilib borgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizgan qirg'inchilik siyosatini aqlash uchun xalqarada ilib berayotgan ta'tir tashviqoti, Uyg'urlar va Sharq Turkistonning qisqacha tarixi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro sahnalarda ilib berayotgan lobby faoliyatlari qatorliqlarni atrofli tanishtirib, axborotning va bo'libmi bu kasbda yetilayotgan yoshlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning hurlik uchun kuch chiqarish kerakligini ta'kidlagan. Mazkur faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin va qurultay uchur axborot markazining mudiri İftihar Abdurashidlar qatnashgandan sirt, Germaniya va dunyodagi eng dongli tekshirish jurnalistlarining biri Friedrich Obamaya to'r orqali qatnashgan. U Xitoyning axborot vositalari tashviqot va yolg'on uchurlarni qanday ishlatadiganligi, xalqaro jamoat fikrini qanday boshqaradiganligini va tanqidiy jurnalistlikni qanday bostirishga urinadiganligi haqida to'xtalib o'tgan. Friedrich Obamaya nurg'un yillar Janubiy Germaniya gazetida ishlagan va xalqaro tekshirish jurnalistlari birlashmasi tomonidan ilib berilgan dunyoviy tekshirishlarda muhim rol o'ynagan va Xitoyning dunyoviy tashviqot tori, raqamlik nazorat qilish sistemasi va hikoya qurish strategiyasi to'g'risidagi munozaralarda dunyo axborotlari va tadqiqotchilarni muhim dalillar bilan ta'minlagan. U Panama hujjatlari, Jannat hujjatlari, Pegasus turi qatorliq turlarga qatnashib, davlatlar, axborot organlari va diktator hokimiyatlarining maxfiy pul muomala tori, sherikligi va nazorat qilish mexanizmini oshkorlagan xizmat bilan mashhurdir. İslam Hamkorlik Tashkiloti Uyg'ur xalqining eng ig'ir kunlarida Xitoyning tarafini tutgan edi. Bu qatim yana atalmish Xinjiang va Tayvan masalasida Xitoyni qo'llaydiganligini bildirgan. İslam Hamkorlik Tashkiloti bosh kotibi Taha Xitoy ziyoratida Xitoy muavin raisi Han Jing va Wang Yilar bilan ko'rishgan bo'lib, bu ko'rishda Xitoy islom davlatlarining Tayvan va atalmish Xinjiang masalalarida o'zlarini qat'iy qo'llashini talab qilgan. İslam Hamkorlik Tashkilotining bosh kotibi Taha İslam Hamkorlik Tashkilotining Xitoy bilan hamkorlikni cho'nqurlashtirishga rozi ekanligini hamda Tayvan va atalmish Xinjiang munosabatli masalalarda Xitoyni qat'iy qo'llaydiganligini bildirgan. U Wang Yi bilan bo'lgan suhbatida İslam Hamkorlik Tashkilotining bir Xitoy prinsipiga amal qiladiganligini, atalmish Xinjiangning g'oyat zo'r taraqqiyot natijalarini qadrlaydiganligini, Xitoyning ichki ishlarga aralashishga qarshi turadiganligini bildirib, Xitoyning Falastin masalasida ko'rsatgan tuhfalarga alohida minnatdorlik bildirgan. İslam Hamkorlik Tashkiloti Uyg'ur masalasi va Falastin masalasida azaldan qo'sh o'lcham qo'llanib kelayotgan bo'lib, Xitoyning ichki yuzlamchiligini va siyosiy nayrangvozligini to'kpa hisoblab, Sharq Turkiston va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ko'rmasdan kelishi, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan, millionlagan Uyg'urlarni asos qilgan, Sharq Turkistondagi Turkiy millatlar irqiy qirg'inchilik uchrayotgan, Uyg'ur farzandlari oilasidan majburiy ayrilib, Xitoycha tarbiyalanib, islomdan, kimligidan, milliy an'ana va ona tilidan mahrum qilayotgan tarixiy vaziyatdami İslam Hamkorlik Tashkilotining bu qirg'inchilikqa ko'z yumadiganligi va islom dinining insoniyatning ashaddiy dushmani bo'lgan Xitoy hokimiyati bilan bir safda turadiganligini ifodalashi tarix va xalqimiz mangu kechirmaydigan bir xiyonatdir. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas 26 yanvar kuni Kaliforniyaning Pasadena shahridagi Politexnika maktabida xalqaro tinchlik katalizatori programmasining mudiri, uzun yillardan buyon Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dash uchun kuch chiqarib kelgan Uyg'ur Sayya tashabbusining a'zosi Dr. Bill Clark bilan birlikda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirgan. Roshan Abbas xonim va Bill Clarklar davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, majburiy emgak va Uyg'ur ayollari, Uyg'ur bolalari duch kelayotgan rayimsizliklar va Dr. Gulshan Abbasning tutqun qilinish jarayoni qatorliqlarni tafsiliy tanishtirib o'tgan. Mazkur faoliyat yana o'quvchilar va jamiyat a'zolarining kishilik huquq ko'rishida qanday qilib o'zgarish yarata oladiganligi haqida muhokamalar ilib berilgan.
Diplomat jurnali 27 yanvar xalqaro besim Xitoyni Uyg'urlarni lagerlarga so'lash qilmishini o'zgartirishga majburladi degan temada bir maqola e'lon qilib, Xitoyning bu qirg'inchilikni dastlab rad qilishi, keyin qisman e'tirof qilishi va qirg'inchilik jinoyatini qonunlashtirish orqali tez surat qayta tarbiyalash lagerlarini o'zgartishi yoki tutqunlarni ishlamagan jinoyatlar bilan turmalarga o'tkish haqida tafsiliy to'xtalgan. Mazkur maqolada Xitoyning asosli chet el tilidagi tashviqot organi bo'lgan Global Vaqt gazeti 2019 yil noyabrda bosh maqola e'lon qilib, mutamlik bilan G'arbni atalmish Shinjongga hech qanday ta'sir ko'rsatilmaydi va ular bu haqda hech nima qila olmaydi deb yozgan edi. Bu maqola e'lon qilinib bir qancha kundan keyin atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat Xitoyning Uyg'urlarni lagerlarga so'lash qilmishini yoshirgan atalmish kasbiy va ma'rif tarbiyalash markazlarining taqiqlanganligini e'lon qilish uchun muxbirlarni kutib olishini o'tkazib, bu oldin planlangan ssenariyada millionlagan Uyg'urni lagerlarda atalmish qayta tarbiyalash nomida tutib turish, ularni majbur emgakka silish, bir qismini kontrolli shaklda qo'yib o'tishga bo'lmaydi deb qaralganlarni turmalarga yo'tkash qatorliq razil planlarini yo'l qo'yib, ondan bu jazo lagerlarining taqalganligini e'lon qilgan. Xitoy dastlabda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid bayonlarni kontrol qilishda ojiz keldi va lagerlarning mavjudligini yoshirdi. Keyin ularni e'tirof qildi va oqladi. Ondan siyosatni qisman o'zgartib, oxirida qisman bu jinoyatdan voz kechdi deyilgan. Bu maqolada yana Xitoyning tutqunlarning organlarini edilish qilmishi haqida to'xtalib, Beijing necha yillik inkor qilishlardan keyin Xitoy amaldorlari 2005 mahbuslarning asosli organ manbasi ekanligini e'tirof qildi. Besim davomli kuchayganlikdan Xitoy bu jinoyatini tadrijiy to'xtatish planini e'lon qildi va 2015 rasmiy holda to'xtatilganligini jakarladi. Ammo keyingi tadqiqotlar rasmiy organ ko'chirish sonliq ma'lumotlarning soxtalashtirilgan bo'lish mumkinligini ko'rsatib berdi. Bu amaliyotning haqiqatan to'xtatilganligini yoki qanchalik darajada azaytilganligini mustaqil tekshirishni qiyinlashtirdi deyilgan. Mazkur maqolada yana Sharq Turkistondagi keng ko'lamli tutqun qilishning 2000-yillarda boshlanganligini va uningdan keyingi jarayonlar haqida tafsiliy to'xtalib, munolarni yozgan. Sharq Turkistonda bostirish o'xshash usulda ilib berildi. Dastlabda inkor qilindi, ondan qisman e'tirof qilindi, orqadan qonunlashtirildi va oxirida qisman to'xtatilib, davomli besimga uchragandan keyin qayta o'zgartib qurildi. Keng ko'lamda tutib turish 2000-yillarning boshlarida Xitoy atalmish 3 xil kuchga qarshi turish harakatini kuchaytirganda boshlangan. Amaliyotda bu asosligi musulmon millatlarni, bo'libmi Uyg'urlarni nishon qilgan har xil bostirishlarni o'z ichiga oladi. Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Uyg'urlarning keng ko'lamda so'lg'an atalmish asabiylikni tugatish lagerlari tunji qatim 2014-yili Xi Jinpingning rayonga qilgan ziyaratidan keyin atalmish asabiylik ideyalarining umumiy oldini olish va davolashga chaqirgandan keyin yo'l qo'yilgan. Dastlabki bosqichlarda bu lagerlar o'xshamagan sharoit va planlar ostida sinoq shaklda boshqarilgan. Ayni vaqtda xalqarada bu haqda tushuncha yo'q edi. Lekin 2017-yili butun voqealar tez suratda tezlashdi. 2017-yilning fevral oyida rayon miqyosida atalmish tarbiyalash markazlari qurishni buyurdi. Atalmish asabiylikni tugatish belgilamalari sistemli holda ming yuvish ilib bordi. Hatto dastlabki vaqtlarda yerlik taratqular lagerlar haqida xabarlar berdi. Ammo xalqaro diqqatining asta-asta ishiga egishib, bu ahvol tezla o'zgardi. Ayni vaqtda tunji uchur 2017-yili 4-oyda Erkin Osiyo radiosi tarafidan e'lon qilindi. 2017-yili mayda Chinchuango ishki nutqidan keyin Birlashim front xizmat atriti sezgir masalalarni kontrol qilish uchun yangi bir alohida idora qurib, bu vaqtdagi uchurlarni qattiq kontrol qildi. 2017-yili noyabrda asosliq bexatarlik organining boshlig'i Ju Haylun ishki telegramma tarqatib, lagerlarning qattiq maxfiyligi va yuqori sezgirlik ekanligini ta'kidladi va lager xodimlarining yonfon ishlatishini chekladi. 2018-yilga kelganda xalqaroning besimi kuchayishga boshladi. 2018-yili martda Dunyo Uyg'ur qurultiyi dunyoning 15 shahrida keng ko'lamli namoyish uyushtirdi va shu oyda Amerika parlamenti Xitoy ijroiya komiteti vaziyatni tekshirish va jazo qo'llanishni talab qildi. 2018-yili aprelda Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenz tafsiliy doklad e'lon qilib, tutqun qilinganlarning sonining 1 millionga yetganligini e'lon qildi. Shu yili iyunda atalmish Xinjiang rahbarligining ishki yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inga qatnashgan Xitoy jamoat xavfsizligi ministri Zhou Keji xalqaro tekshirishning kuchayishiga bo'lgan andishisini bildirib, tanqidlarning oldini olish uchun lagerlarni qonunlashtirish kerakligini o'ttirib qo'ygan.
2018 yılı 8 ayda bu mesele tunji qatim Birleşken Devletler Teşkilatı'da o'ttirib qo'yilib, BDT'ning irqiy kamsitishni yo'qotish komiteti lagerlarga oid dalillarning ishonchliligini jazmlashtirgan bo'lib, Xitoy diplomatlari tunji qatim kasbiy ma'rif tarbiyalash markazlarining mavjudligini rasmiy e'tirof qilgan. 2018 yılı 10 ayda lagerlar siyosat orqali qonunlashtirildi. Shuningdan keyin Xitoy hukumati lagerlarda saxta sotlarni tashkillab, bir qism tutqunlarni turma va zavodlarga yo'tkadi. 2019 yilining boshlarida Xitoy bu jazo lagerlarini vaqtli tadbir deb tasvirlashga boshladi va 2019 yilining mart oyida BDT kishilik huquq kengashiga bergan javobida lagerlarni tadrijiy bekor qilish niyati borligini o'ttirib qo'ydi. Xitoy lagerga munosabatlik bayonlari va siyosatlarini qayta o'zgartdi. Bularning hech biri Xitoyning xato qilganligini e'tirof qilganligini bildirmaydi. Aksincha, Beijing tashqi besimga bo'ysunganligi to'g'risidagi har qanday ta'sirdan saqlanishga tirishadi. Shundaqla bu xalqaro besimning diktator davlatlarning dunyoviy obraziga ziyon yetkazganda sezgirlik bilan muomala qilganligini ko'rsatib berdi. Ammo rayondagi vaziyat ko'ringandek tinch emas. Xohlagancha tutqun qilish va markazlik bostirish rasmiy qonunlashib, texmi yushurun va markazsizlashtirilgan bostirish shakllariga yo'l qo'yildi. Nurg'un begunoh Uyg'urlar qamoqda. Millionlagan kishilar huquq cheklangan holda nazorat ostida yashayotdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.